Sirdaryo viloyati hokimligida viloyat rahbari Erkinjon Turdimov rahbarligida videokonferensiya shaklida ishchi yig'ilish o'tkazildi. Unda sog'liqni saqlash sohasini raqamlashtirish, ayniqsa Demet axborot tizimidan samarali foydalanish, onalik va bolalikni muhofaza qilish, xavfli holatlarni barvaqt aniqlash hamda perinatal xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Yig'ilishda viloyat tibbiyot muassasalarida raqamlashtirish jarayonlari yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani tanqid ostiga olindi. Jumladan Sirdaryo tumanidagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, 30 va 32 sonli oilaviy poliklinikalar hamda O'zbekiston mahallasidagi oilaviy shifokorlik punktida bemorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'liq va aniq kiritishda mas'uliyatsizlik holatlari kuzatilgani qayd etildi. Guliston tumanida ham shifokorlar va laboratoriya xodimlarining Demet platformasidan foydalanish darajasi 40% undan past ekani ma'lum qilindi. Shu bilan birga Yangiyer, Shirin, Oqoltin va Sayxunobod tumanlari hamda shahar tibbiyot birlashmalarida raqamlashtirish darajasi past bo'lib, ma'lumotlar kam va sifatsiz holda kiritilayotgani, ayrim pediatr va ultratovush tekshiruv shifokorlari esa umuman elektron ro'yxatga olishni amalga oshirmayotgani aniqlandi. Bu esa tizimli muammolar va nazoratning sustligidan dalolat beradi. Axborotlarning to'liq va ishonchli emasligi bemorlar salomatligiga oid yagona ma'lumot bazasini shakllantirish imkoniyatini cheklamoqda. Bu esa raqamlashtirish jarayonining asosiy maqsadlariga zid holat sanaladi. Mutasaddi tibbiyot birlashmalari rahbarlari va mahalliy IT mutaxassislariga mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, tizimdan to'liq va unumli foydalanishni ta'minlash bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Yig'ilishda dorixonalarni raqamlashtirish masalasi ham ko'rib chiqildi. Ayni paytda viloyatda jami 63 ta dorixona, 44 tasi dori-darmon aksionerlik jamiyatiga qarashli va 19 tasi xususiy dorixona. Rembratsiya dasturiga ulangan, ammo viloyatda faoliyat yuritayotgan 268 ta xususiy dorixonaning faqat 7% ushbu tizimga qo'shilgani qayd etildi. Bu holat tibbiyot sug'urta tizimining to'liq faoliyat yuritishiga to'siq bo'layotganligini anglatadi. Shu munosabat bilan Sog'liqni saqlash boshqarmasi va tibbiyot sug'urta jamg'armasiga dorixonalarni raqamli tizimga keng jalb etish bo'yicha aniq vazifalar yuklatildi. Yig'ilish davomida onalik va bolalikni muhofaza qilish borasidagi ishlarning amalga oshirilishi ham tahlil qilindi. Bolalar va onalar o'limi holatlarini oldini olish, profilaktik xizmatlarning kuchaytirish, perinatal yordam sifatini oshirish bo'yicha mavjud kamchiliklar muhokama etildi. Mutasaddi rahbarlarga belgilangan vazifalarni aniq muddatlarda to'liq va mas'uliyat bilan bajarish bo'yicha qat'iy ko'rsatmalar berildi. Yig'ilish yakunida sog'liqni saqlash sohasida raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish, tibbiyot xodimlarining axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasini oshirish, muntazam monitoringni yo'lga qo'yish hamda mavjud kamchiliklarni tezkorlik bilan bartaraf etish vazifalari alohida ta'kidlandi.